Elmurodga bitta zaryad qiladigan stansiyadan O'zbekistonda qancha pul topsam bo'ladi? Bittasidan bir yilda ideal holatda 2 milliardgacha daromad qilishingiz mumkin. Statistikaga ko'ra O'zbekistonda hozirgi kunda 100 mingga yaqin elektromobil bor. Bitta elektromobilni noldan to'liq to'ldirish 150 mingdan 300 ming so'mgacha bo'ladi. Agar qo'yilgan stansiya kun davomida to'liq ishlasa, o'rtacha 50 ta avtomobilni zaryadlaydi. Bu esa hamma xarajatlardan tashqari 5-6 million atrofida daromad beradi degani. Bu esa bir yilda 2 milliarddan oshadi. Elektr stansiyalar haqida shunaqa to'liq ma'lumotlarni qayerdan olsam bo'ladi? Direktdan 7 raqamini qoldirsangiz, biz sizga aloqaga chiqamiz va to'liq ma'lumot beramiz. Elmurodga bitta zaryad qiladigan stansiyadan O'zbekistonda qancha pul topsam bo'ladi? Bittasidan bir yilda ideal holatda 2 milliardgacha daromad qilishingiz mumkin. Statistikaga ko'ra O'zbekistonda hozirgi kunda 100 mingga yaqin elektromobil bor. Bitta elektromobilni noldan to'liq to'ldirish 150 mingdan 300 ming so'mgacha bo'ladi. Agar qo'yilgan stansiya kun davomida to'liq ishlasa, o'rtacha 50 ta avtomobilni zaryadlaydi. Bu esa hamma xarajatlardan tashqari 5-6 million atrofida daromad beradi degani. Bu esa bir yilda 2 milliarddan oshadi. Elektr stansiyalar haqida shunaqa to'liq ma'lumotlarni qayerdan olsam bo'ladi? Direktdan 7 raqamini qoldirsangiz, biz sizga aloqaga chiqamiz va to'liq ma'lumot beramiz.